Assalomu alaykum qadrli Cherry ishqibozlari. Bugun navbatdagi quvonchli kun. Mijozimizga уже bir yil ichida ikkinchi avtomobil xarid qilyaptilar. Karim opa, sizni tabriklayman. Mashinangizni kaliti tagidan shamol o'tib yursin opajon. Bu уже ikkinchi mashinangiz. Nimaga aynan Cherry? Ikki og'iz aynan Cherry avtomobillari haqida va bizning servis haqida o'zingizni fikringizni bildirsangiz. Bizani Bu mashinani o'g'illarim yangi yilga sovg'a deb berishdi. Yangi yilga sovg'a deb berishdi. Keyin buni ko'rinishi jihatidan, ichki ko'rinishi, modeli, ko'zini salonligi jihatidan menga yoqdi. Unaqa chiroyli-da, ko'rinishi chiroyli, komfortli mashina. Buni haydab ko'rdim, 8ini. Menga 7si anaqa ekan, ma'qul ekan. 8dan ko'ra kompaktliroq. Kompaktliroq 7. Xudo xohlasa keyingi yangi modellar chiqsa, unga ham xudo xohlasa kelamiz. Xudo xohlasa. Albatta hammalarni Cherry Ademaster Sampida kutib qolamiz. Kelsanglar bir kunda hammalarga mana shunaqa tocholardan xalqib beramiz. Salomat bo'linglar.